Men Muhammad Sodiqqa dars berayotganimda bir kun kechasi uyg'onsam, birov kitobni ko'tarib mana cho'kka tushib o'tiribdi oldimda. Qorong'ida bitta qarab, avval cho'chib ketdim. Keyin qarasam, Muhammad Sodiq. "Ha, nima qilib o'tiribsiz?" "Dars tayyorlab bo'ldim. Uyg'onib qolsalar dars berib qo'yamda kutib o'tiribman" degan ekanlar. Shunda deydi muhtaramlar, ustimda shu birov bir paqir suv quygandek, sovuq suv quygandek bo'ldim. Birov kelib shu qoshimda uxlamasdan kitobni ushlab o'tirsa-yu, men g'aflat bosib uxlab yotsam, "Ey Xudo, bu nima ishim?" dedim. Darrov turib borib tahorat qilib keldim-da, darsini berdim. Keyin tayinladim. "Mayli, 24 soat uxlayapti, uyg'oq ekan demaysiz. Tayyor bo'ldi, kelaverasiz. Men uyg'onaman, turaman, dars beraveraman. Mana shu 24 soat men siz ixtiyoringizdaman" deb aytganman. Haqiqatan u besoat o'qigan. Shu 3 oy yoz ichida shu alfa kitobini yodlab, yaxshilab o'zlashtirib o'rgandi deb madrasa talabalariga aytib bergan ekanlar ibrat uchun.